Hammaga salom. Bugun kunimizni yig'ishtirishdan boshladim. Kunimni to'g'rirog'i oshxonani yig'ishtiraman birinchi, chunki har doim nonushtadan keyin yoyilgan joy oshxona bo'ladi. Shuning uchun oshxonadan boshlayman. Oshxonani yig'ishtirib, sutlarni pishirib, sutni o'zini idishlariga solib, xolodilnikka olib qo'ydim va qolgan joylarni ham idishlarni yuvib yig'ishtirdim. Boshqa blogerlarga o'xshab hali menda posudamoyka yo'q, no xudo xolisi bo'ladigan umiddaman. Juda ham ishonaman bunga. Hozircha posudamoyka o'zimman. Ko'rishda zerikmanglar. Va oshxonani yig'ishtirib bo'lib, yorimga qizimga nima so'rab ketdi. Oshxonani yig'ishtirib bo'lib, endi gazni yuvishga o'taman. Chunki gazimga folga solganim bilan baribir tagiga musorlar o'tadi. Agar suv toshsa, suvlar o'tib ketadi. Shuning uchun tobib qoladi. Shunga yuvishim kerak. Agar folgasiz ishlatsam, gazim juda ham tez yomon bo'lib ketadi. Chunki staloy bo'lgani uchun qirilib, sarapinalar ko'p bo'lib ketadi. Qirilganlar ko'p bo'lib, shuning uchun folga tutmasam bo'lmaydi. Bola bilan har kuni archishga hammadan vaqt bo'lmaydi. Chunki har doim oyog'imni tagida o'ralashib yurgan bo'ladi. Bu uxlayotgan paytida qilayotgan ishlarim yoki opasi chalg'itib o'ynatib turgan bo'ladi. Xavotir olmaymiz. Reshotkalarini ham yuvdim. Gazni u joylarini qo'rqitmadim, ko'payib ketmasin deb. Bu relax maza qilib eshitdik. Prixожiyda shkafni to'g'riladim. Oyon beklarini, ostonalarini ham artib, kafellarini artib tozalab qo'ydim. Chunki juda ham tez kirib bo'ladi. Domda turganimiz uchun ko'chani kirib uyga kiradi. Keyin ortiqcha kurtkalarni, осенний, весенний kurtkalarni, plashlarni olib qo'ydim. Chunki shkaf уже yopilmaydigan darajada bo'lib qoluvdi. Shunchalik kiyim ko'payib ketganidan hozir ham uncha yopilmaydi. Kurtkalar qalin bo'lgani uchun ozgina yopilishi qiyin bo'lyapti baribir, no kamaytirib qo'ydim har holda. Yog'iga ko'rishga zerikmanglar. Специально ASMR zvukini qoldirdim. Mana shunaqa boshqacha bir video bo'lsin deb taxlab qo'yganlarimni endi idishlariga joylab qo'yaman. Shkafim bunaqa katta bo'lmagani uchun hozircha paketlarda, idishlarda shunaqa tashqari tomonlarga o'sha joy, kravatning pastida joy bor, o'sha yerga joylab qo'yaman. Kravatga chunki joy yo'q. Qizimni ovqat yegan stulini ham artib tozalab qo'yaman. Hozir sal katta bo'lganiga o'zim yeyman deydi. Bir xil ovqatlarni bir xillarni o'zing yedirgin degisi kelmaydi. O'zi yegan paytda o'ziga yeyishga qo'yib beraman. Va bozor qilib kelingan edi. Shularni joylaymiz. Joylagunimcha zalga yoyib tashlashibdi. Shuni yig'amiz endi hozir. Uxlashligidan oldin yig'masam, uxlashgandan keyin bir xil payt uxlashgandan keyin yig'aman. Chunki tinchroq bo'ladi, o'sha o'ynab yurgan bo'ladi, ham o'yinchog'ini yig'ishtirganimdan keyin tegmaydi. Bir xil payt vaqtliroq yig'ishtiraman. Uxlashayotganda taraq-turuq qilib yig'ishtirmaydi. Send a postcard when we're through. We'll get there together. We'll get there together. Telefonni qo'limda olib o'tganim uchun ko'zimga o'ynab ketgandi. Uni shtativimni sindirib qo'yishdi bolalar, shuning uchun majbur orqaga qo'yib olib yuraman hozircha. Mana yig'ib bo'ldim zallarni. Hammalarni yig'ishtirib bo'lib, endi chiroqlarni o'chirib uxlashga yotamiz.
ko'proq sizlarga qanaqa videolar yoqadi? ASMR videolarmi, zvukli videolarmi yoki men oзвучка qilgan videolarmi? Bu уже ertasi kungi, ertalab qizlarga завтракка хлопья olib kelgan ekanlar, shuning uchun хлопья olib berdim va sizlarga ozgina qish manzarasidan bir lavha keyingi videoda ko'rishguncha